Bizi yurtlar, bizi ota-bobolar shunaqangi chiroyli ta'lim berganki bizga. Oshdan ayishdi ham. To'g'rimi? Bizni osh yeyishimiz ko'rib hayron qoladi. Hali bizni qo'limiz guruch o'ynayotganini ko'rib. Hanafiya Media. Ular preslab ham bizdaqa qilolmaydi oshni. Biz shunday qilib, mana bitta itarib olib kirib qo'yamiz, to'g'rimi? Qo'l ham bormaydi bizga. O'zimizda itarib olib kirib qo'yamiz. Osh yeyishga bizdan ustasi yo'q. Kim o'rgatdi bizga buni? Shu ota-bobolarimiz o'rgatdi bizga. Bizga bu poklikni kim o'rgatdi? Ota-bobolarimiz o'rgatdi. Tikka turib siyma, orasiga o'xshab tikka turib siyma degan gaplar qayerda? Faraqalarni hamma yoqda alohida mustaqil qiladigan joylar qilingan. Qaysi yurtda bor shu? Bizda bor, biz musulmonlarda bor akalar. Mustaqil qilish qayerda bor? Bizda bor. Nopok kuchuklarni oldi ish kimda bor? Bizda bor. Tirnoqni oldi ish kimda bor? Bizda bor. Ularni menman deganlarini ham manda tirnoq o'sgan-ku. Ko'rasiz-ku televizorda o'tiradi. Men uzun tirnoqlari bor, bo'yab olib tirnoqni. To'g'rimi? Qanaqa ular pok bo'lsin? Qanaqa ular sizga bizga poklikdan dars bersin, bizga madaniyatdan dars bersinlar. Dars kerak bo'lsa bizdan olsin bular. Shuning uchun akalar, biz o'zimizni dinimizni bilmaymiz. Lekin boshqalarniki bizga g'alati tushunib beradi. Sen diningga sekin kirib, diniy kitoblarni o'qigin. Ulardan qanchalik yuksakligingni, ulardan qanchalik madaniyatda oldiga o'tib ketganligini shuni his qilasan. Ilmsizligimizdan ularni ko'rib qo'ygandan keyin o'zimizda yo'q deyaveramizda. Bizda yo'q narsa ularda bo'lmaydi. Ularda bor narsa bizdan o'g'irlangan bo'ladi. Nimaga deng? Chunki din kimiki? Yaratgan Parvardigornikimi? Hanafiya Media. Qanaqa qilib Parvardigor bilmagan narsani bandasi bilsin. Qanday qilib Parvardigor rejaga qo'ymagan usulni bandasi topib ustiga qo'ya olasin? Mumkin emas-da. Shuning uchun siz havas qilayotgan Yevropa biz islomdan oldiga o'tgan emas, o'ta olmaydi ham. Nimaiki narsa o'zi bizdan o'g'irlagan. Hammasi bizniki. Tarixga nazar soling. Amerikani kashf qilgan Kolumbiyada bu Amerikani kashf qilishdan oldin Beruniy bu biz turgan yerni naryoqda bitta yer bor deb kartani chizib bo'lgan Beruniy. Beruniyning kartasi bilan Kolumbiya borgan. Kartani Beruniy chizgan. Tushunyapsizmi? Algebrani, geometriyani Beruniy qilgan. Nolni raqamga qo'shsa bittani 10, ikkita qo'shsa 100, uchta qo'shsa 1000 ligini Beruniy topgan. O'zi dinda bor narsa. Uni yurt nima dedi? Olamga taratgan matematik Beruniy bo'ladi. Menman degan tabiblar kimga shogird? Ibn Sino qayerdan chiqqan? O'zimizdan chiqqan Samarqanddan Ibn Sino. Fors bo'ladi, tojik deyiladi, lekin biz yurt. Mavaron Nahro Ibn Sino. Yulduzlarni kim o'rgatdi? Ulug'bek kim? Biz yurt odam. To'g'rimi? Osmonga hali hech narsa chiqmasdan turib, bular yulduzni joyiga keltirdi. Qayerda nima borligini. Rejalarni tuzdi, oylarning yurishini, quyoshning botish chiqishlarini hammasini rejaladi. Nimani hisobidan? Qur'on hisobidan. Tushunyapsizmi? Meditsina islomdan chiqsa, astronomiya islomdan chiqsa, matematika islomdan chiqsa, geografiya islomdan chiqsa, ular nima qildi? Kitoblarimizni o'g'irlab ketdi. Kitoblarimizni o'g'irlab ketib, tarjima qilib, tarjimon meni kitobim deb yozdi. Bu bizning kitob. Nima uchun meni kitobim deb yozdi? Tarjima qilgan uchun meni kitobim deb. Hanafiya Media. Nima uchun u bu kitobni yozishi mumkin emas? Chunki buni asosi Parvardigor Alloh taolo Qur'oni-ku. Qur'on ta'limot bermasa, u odam nima ixtiro qilib topadi? Hamma andoza Qur'ondan-ku. Qur'onning sharhi hadis-ku.
Qur'on bilan, hadis bilan sharhlangan narsani ulamolar o'rganib chiqib kitob yozib, musulmonlarga shu narsani yetkazdi. Bu musulmonlar qo'llaridagi kitoblarni kofirlarga o'g'irlatib yuborib, bugungi kunda kofirlar zo'r bizda, ularda texnika rivojlanib ketgan deb unga qaram bo'lib o'tiribdi. Asli bizga edi-ku bu narsa emas. Biz ota-bobolarniki edi, bizning dinimizning ishi edi-ku. Nima uchun biz bularga qaram bo'lib qoldik? O'qimay qo'ydik. Hozir ham o'qimayapmiz, bundan keyin ham o'qimaymiz. To'g'rimi? Biz shu tijorat qilsak, qonimiz to'yib osh yesak, boshini minib olsak, hashamat uyni qurib olsak bo'ldi bizga. Bu kalla dum. Biz tepamizdan kelib xohlagan qonunni chiqarib, xohlagan usulida, xohlaganimizni urishtirib, xohlagan ko'yga cholaveradi. Chunki biz aqlimiz yetmaydi. Nima uchun? O'qimay qo'ydik. O'qiganimizda edi, bularni fikriga unagan bo'lmas edik. O'qiganimizda edi, biz bularni qilayotganini tasdiqlagan bo'lmas edik. Hanafiya Media. Bularni hiyla-naylanlarni oxir qayga borishni, gaplari, rejalar og'izdan chiqmasdan oldindan tushungan bo'lardik. Bu tushunish tugul, tushuntirsak ham tushunolmaydigan bo'lib qoldi hozir. Buni orqasidan mana gap bor, oxir monga yeb to'xtaydi deb gapirsangiz, oho, qanday gap gapirasiz deydi. Unamaydi bizgalar. Nima uchun? Ong pasayib ketdi. Gapni xulosasi agar o'qiylik. O'qimasangiz eshiting. Hech yo'q, bizni dinimiz, biz musulmonlar hammasidan yuksak insonligimizni bir his etaylik, shu yuksaklikka harakat qilaylik. Subhan